Tasavvur qiling, oldingizda shunday mexanizm turibdiki, uning oxirgi tishli g'ildiragi deyarli hech qachon to'liq aylanmaydi. Katta ehtimol bilan agar u koinot yaratilgan ondayoq ishga tushirilganda ham bugungi kungacha atigi dastlabki bir necha o'nlab g'ildiraklargina aylana olgan bo'lardi. Bu mashinaning ixtirochisi Daniel de Bruyn. U Google sonining ko'rgazmali namunasi. Google bu bir sonidan keyin 100 ta 0. Mexanizmning ishlash prinsipi oddiy. Har bir tishli g'ildirak keyingisini 10 baravar sekinlashtiradi. Shuning uchun oxirgi g'ildirak bir marta aylanib chiqishi uchun birinchi g'ildirak tasavvur qilib bo'lmas darajada ko'p marta aylanishi kerak bo'ladi. Bu son koinotdagi barcha atomlar sonidan ham katta. Faraz qilaylik, birinchi g'ildirak 1 soniyada aylanadi. Agar 100-g'ildirak 1 soatda 1 marta aylanishni istasak, birinchi g'ildirak shunchalik tez aylanishi kerakki, bu fizikadagi eng kichik vaqt birligi Planck vaqtidan ham kichik oraliklarda sodir bo'ladi. Planck vaqti bu koinotdagi eng kichik vaqt urishi. Undan qisqaroq vaqtni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Hisoblarga ko'ra, oxirgi tishli g'ildirakni aylantirish uchun zarur energiya shunchalik katta bo'ladiki, butun koinotdagi barcha yulduzlar va portlashlarning umumiy quvvati ham yetmaydi. Mana shu paradoks mexanizmning go'zalligi. Bu matematik maxluqning moddiy gavdalanishi. Tasavvur qiling, tishli g'ildiraklar soni 100 emas, balki 1000 ta bo'lsa. Ana shunda matematikaning naqadar cheksiz va hayratlanarli olam ekanini his qilasiz.